Shu badbaxtga ham bir aytgan edim biralik. Yo'lda efirda shunaqa bo'lib qolgan mahalda. Shu bilan birga bo'lginmi bo'pti. Karimovga yaxshi ko'rasan ekan, shuni siyosati o'sha mahalda to'g'ri bo'lgan deyapsan. Birga bo'lginmi? Desang unamayapti. Ho deydi, birga bo'lgisi kelmayapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, bir ayol deydi, jahannamga kirdi deydi. Sababi nima edi? Hammaga darrov o'y keladi-yu. Bitta ayol jahannamga kirdi. Nima qilgan ekan jahannamga kirdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Bir mushida deydi, qamab qo'ydi. Ovqat ham bermadi. Yo haligi qafasini bir eshigini ham ochib qo'ymadi, o'zi tirikchiligini qilib bir chichqon tutib yeb oladigan imkon ham bermadi. Ya'ni o'zi ham bermadi. Mushidi o'zini ovqatlanishiga ham imkon bermadi. Qamab qo'ydi. Ya'ni uni to'pga o'tkazgani yo'q, oyog'ini tagiga dubinkama urib, yo bo'lmasam har xil odam ko'rmagan azoblarni azoblamadi. Eshigini yopib qulplab qo'ydi. Haligi yerda qorni ochib, shu ochlik azobi bilan haligi mushuk o'lib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana bu ayol ana shu mushukni shunaqa ochlik azobida o'ladigan ahvolda qilib qamab qo'yganligi uchun mana shu ayol jahannamga kirdi deyapti. Endi o'ylanglar, oddiyda mushuk endi bugungi kunda sal uni pulga sotib, qadrlab, yo'lab ko'tarib yurib urf qiladigan zamon endi kelyapti. U mahallarda endi mushuk desa bitta mushuk ekanda, endi uni otini ham birov bilmaydi u mushukni. Lekin shuni qamab qo'ygani uchun, azoblab shuni o'ldirgani uchun jahannamda Alloh taolo uni bo'yniga vojib qilib qo'ydi, jahannamga kiradi. Bo'ldi shuni sababi. Endi o'ylaylarda qanchalagan ahli ilm bo'lgan, olim bo'lgan, umrini bir Allohning dinini o'rganib yetkazishga sarflagan. Mana shu yurtda eng ko'zga ko'ringan ulamolarini hammasini qamadi. Bir ikkita xoinlari qoldi endi. Unga paxta qo'yib shuni haromlarni oqlab berganlar. Qolganlarni olib kirib qamadi. Eplab qochib chiqib ketgani qochib chiqib ketdi. O'shalarda ham quvg'inda borib o'sha yerda ottirdi. Quvg'inda borib, ya'ni shularga o'sha yerda ham yomonlik qildi, ya'ni chiqib ketsa ham qutulgani yo'q o'zi. Ya'ni gap mana shu odam haqida ketyapti. Shuni yaxshi bilib olaylik-da. Ertaga qiyomatda haligi taraflar sen bu tarafga, sen bu tarafga deyotgan mahalda hamma o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi havas qilgan, o'zi shunga o'xshagisi kelgan tarafga o'tadi o'zi. Shuning uchun ham bu yerda ko'p bir narsalarga e'tibor qaratdim. Ko'pchilik o'shanaqa maqtaganlarga shu odam bilan qiyomatda bo'ling, maylimi, amin deng desa, ko'pchiligi amin deya olmagan. Haligi bir beparosatron mulla bor bir. O'lganda ham Karimov haqqiga yarasa bir ta'ziyalarni bir allambalosini aytib chiqqan. Undan keyin ham hozirgacha ham shu Karimov tarafini olib yuradi. Shu badbaxtga ham bir aytgan edim biralik. Yo'lda efirda shunaqa bo'lib qolgan mahalda. Shu bilan birga bo'lginmi bo'pti. Karimovga yaxshi ko'rasan ekan, shuni siyosati o'sha mahalda to'g'ri bo'lgan deyapsan. Birga bo'lginmi? Desang unamayapti. Ho deydi, birga bo'lgisi kelmayapti. Lekin bugungi siyosat shuni talab qilgani uchun bugun hali ham o'sha badbaxt tayyorlab qo'ygan armiyasi kuchtaliligi uchun shuni tarafini olyapti. Lekin uni shunday odam deb biladiki, qiyomatda uni yanida bo'lishni sira ham xohlamaydi, o'ylang. Barcha salom berayotgan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.